iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlar borligini xushxabarini ber. Hargar ularning mevasidan rizqlantirilganlarida avval ham bundan rizqlantirilgan edik derlar. U ularga o'xshash qilib berilgandir. Ularga u yerda pokiza juftlar bor va ular u yerda mangu qoluvchilardir. Albatta, Alloh chivin va undan ustunroq narsalarni misol qilib keltirishdan uyalmas. Bas, iymon keltirganlar, albatta, u Robbilaridan kelgan haqligini bilurlar. Ammo kufr keltirganlar, Alloh bu misoldan nimani iroda qildi, derlar. U zot o'sha bilan ko'pchilikni zalolatga ketkazar va ko'pchilikni hidoyatga solar va u bilan faqat fosiqlarnigina zalolatga ketkazar. Ular Allohning ahdini bog'langanidan so'ng buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni kesadigan, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kimsalardir. Ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Qanday qilib Allohga kufr keltirasizlar? Holbuki o'lik edingiz, u sizni tiriltirdi, so'ngra sizni o'ldiradir va yana tiriltiradir, keyin sizlar unga qaytarilasizlar. U yer yuzidagi barcha narsani sizlar uchun yaratgan, so'ngra osmonga yuzlanib, ularni 7 osmon qilib to'g'rilagan zotdir va u har bir narsani o'ta biluvchidir.